Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Andijon mebellari Xurshidbek Mebel.uz kanali bugun Andijondagi eng katta bozorimizga kelganmiz. Mana yakka spannilar. Usta ismingiz nima? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? O'zingiz chiqmaysiz-ku? Afzalbek. Eshikqadi uka? 80 metrdami? O'zi ishlab chiqarasiz-a? Razmeri nechiga nechi uka buni? 90 ga 205. Tagil MDF nimalar? Ichlarini ochingchi. Vash. 3 tadan ekan mana ularning. Mana ular ham laminat ekan a? Ha, suxoy disp emasning. Ichlari ham 35 santimetrli, 30 santimetrli emas. Yerga tegib turar ekan, sinib qoldi, cho'kib qoldi bo'lmaydi ekan a? Usta. Ranglari mana ular ham o'zidan. Bunisi menga mana shu yoqdi nihoyatda. O'zi ko'pchilikka ham yoqyapti bu. Mana to'qroq bo'lsin desa, rangi sal to'qroq qilib bering desa bu ekanda. Nihoyatda go'zal ekan-a. Usta, bu endi ko'pchilik bir jup oladi-yu buni. Nech pul endi bir jupi? Ikkitasi. Buni aka oxiri beradigan 2 million 200 dan beramiz. Jupi 2 million 200 ming so'm, ha? Ha, 2 million 200 ming so'm. Nihoyatda chiroyli. 2 million 200 ming so'm. Andijon ichida yetkazib berish qanaqa bo'ladi buni? Shahar Yetkazib bera olasizmi? Misol viloyatlarga Samarqand, Buxoro, Xorazm desa, yo'l kirasini bersa chiqarib bera olasizda? Chiqarib bera olamiz. 2 million 200 ming. 2 million 200 ming so'mga nihoyatda arzon. Xohlasa bu rangini beramiz ekan, mana xohlasa ana unisini beramiz ekan. Usta, nomeringizni ayting. 91lik 618 45 47. Hozir endi 3 xil rasvetkasi bor ekan-a buni. Ha, 3 xil, 4 xil. Ha. Mana unisi endi ozgina farq qilaverar ekanda. Mana oyoq tomonlari ham chiroyli chiqqan ekan lekin. Bu tomonini 90 dedingiz-a? 205. Ha, bemalol bitta odam maza qilib uxlayveradi ekan. Chotka ekan. Nihoyatda chiroyli. Uka, bozoringizni bersan, xudo xolisa telefon qilishar. Oldidagilar ham siznikimi? Ha, bu matrasli ekan-a bular. Ha. Ha. Ha, bu high-techga o'xshagan ekan-a, bu oshiqcha nimasi yo'q ekan-a buni. Buni ham tagi ochiladi-a? Tagini oching. Ha, mexanizmlari 3 tadan. Mana ular mana laminat ekan. Disp emas ekan. Ishlashlari ham osongina ochilib yopilar ekan. Bu nech pul endi bu donasi uka? Buni donasini 1 million so'mda 900 ming so'mdan beryapti. 900 mingga. Mana matrasligicha endi uka? Matrasli. Matraslikni yutini 2 million 300 ming so'mdan beryapti. 2 million 300 ming a? Buni tagida nimasi bo'lmaydi, sondig'i bo'lmaydi. Aybi shu. 2 million 300 ming so'mga. Xudo xolasa. Artopet mana unisi, artopet bo'ladimi? Bu ham 90 ga 210 bo'ladi. 210 bo'ladimi? 290. Ha. 210. Bular nisbatan 10 cm uzunroq. 10 cm uzunroq. Bularimiz bor ekan. Bular nech pul? Bularni bo'lishi 1 million 600 ming so'mdan beramiz. Bir jupi, ikkitasi 1 million 600 ming so'mdan 1 million 600 ming so'm. Ha, bu ham mana mexanizm, ichlari mana bemalol adyol bir narsalarni tashab qo'yar ekan. Aybi shu mana unisi dispi bo'lar ekan. Lekin 600 mingda atrofida rangiza qilyapti. Suxoy dispi. Va bu dispini ustiga mana uni yopishtirib qo'ygan. Zavod shu. 1 million 600 mingga vobshe. 600 ming so'mdan beramiz. Razmeri bu ham 90 ga 2 metrmi? 87 bo'ladi. 87, 3 cm. 2 metr bo'ladi bunda. Ha, ichi 2 metr. Mana bu ranglari ham shu. 1 million 600. Bular ham 1 million 600 ming. Agar pulim kamroq 1,5 millionga berasizmi desa ham bera olasizmi? 1 million 500 mingga. Andijon ichida xudo xolisa yetkazib ham beraman deyapti. Kelishasizlar endi. Nomeringizni qaytarib yuboring. 91lik 618 45 47. Uka, bozoringizni bersin, aloqadamiz. Hop. Nihoyatda chiroyli. Bugun mebellar vobshe ko'p. Bu yerda endi bunaqasi bor ekan mana. Bular kimdan uka? Bu ham o'zidanmi? Bu ham chiroyli ekan-a? Buni manolari baland ekan-a uka? Mana ular, ha? Oyoq tomonlari mehki bo'lib ishlangan bu. Bu haqiqiy yangilik bo'pti uka. Haqiqiy yangilik bo'pti bu.
O'ta go'zal. Ha, buni 3 ga bo'lib qo'yibsizlar, ha? U o'zi 3 ga 4 ga bo'lib qo'yishdi. Qizig'i xohlasa 2 ga bo'lib qo'ysa ham mana shunaqa katta bo'lib, ichi chiroyli turadi. Endi asosan mana o'sha edi. Obunachilar shunisiga e'tibor berasizlar. 3 ta samigalarni 3 ta qo'yilyapti. Rangi har xili bor ekan, ha? Bu nech pul jupa usta? 3,5 million. 3 millionga berasiz? 3 millionga ozlik qiladi. 3 million 200 ekanda. Ha, 3 millionga ozlik qiladi aka deyapti. Endi meni taniydi bular. Bilishadi, shuning uchun mana yo'lida aytayapti, bor narxda aytayapti-da. Endi bu yerda korishnoyisi bor ekan. Mana och seriya ekan bunisi. Bejviy mana qaymoq rang. Kafeni. Bu endi mana qanday desa bo'ladi, ko'k rangda endi bu ham. Nihoyatda chiroyli. Usta telefon qilishadi bo'lmasa, xudo xolisa 3 million 200 ming so'mga. Buni misol boshqa nimalarga, viloyatlarga dastavka qilib chiqarib beraverasiz. O'zingiz mashina topib, chiroyli qilib yo'l kirasini berishadi. Misol Samarqanddanman, Buxorodanman deydi. Xorazm deydi. Xudo xolisa telefon qilishadi uka. Sog' bo'ling, hop. Mana keyingisiga o'tyapmiz. Mana usta yaxshimisiz? Ishlayapsizmi? Charchamayapsizmi? Tuzimizga. O'zingizdanmi bular? Mana o tepalaridan tikib chiroyli qilib qo'ysizlar, ha? Tepalari qovulgan ekan, ha? Yonboshlarigacha material bo'lgan. Yonlari ham? Ha, mana tomonlari ham, ha? O'sha go'zal. O'ta go'zal. Buni ichlarini bitta ochaylik-chi uka, qanaqa ekan? Mana ammo tepasini zo'r qilibsiz uka, mana shuning uchun men qarang mana shu. E'tibor berib qo'yasizlar, bu vashshe. Haqiqiy super mo'yshiy material. Qalin material, biz o'zimiz ham mebelchimiz, bilasizlar. Eng yaxshi materiallardan bittasi. Ichki holatlari nihoyatda chiroyli. O'ta go'zal. Uchta qo'yilgan ekan, yaxshi mexanizm aka. Mana ularni ham zo'r qilibsiz uka, material qilganingiz zo'r bo'pti uka mashina. Ha, o'ta go'zal bo'pti usta. Mana unisi laminat ekan, ha? Ishlashi ham yengil. Bu ham 90 ga 2 metr chiqadi-chi? 2 metr, o'psi 2 yuqori yerga tushadi aka. Ha, 2 yuqori joy. Mana o kallalari joy egallaydi-da. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Tomonlari ozgina joy egallaydi buni, chunki orqalari bunaqa ishlanganda. Nihoyatda chiroyli. Hammasini qovib tikib qo'yibdi. Mana buni yaxshi tomoni biz o'zimiz mebelchimiz u. Bu g'ijim bo'lib qolmaydi. Shu tomoni bor. Shunisiga 5. Chotki. Uka, bu nech pul qilib berasiz buni? Bo'ladigan. Bunimiz magazin narxi 2 million 300 ming juda. Endi qarang-da, mana 150 mingdan. Ismingiz nima dedingiz? Kozimjon. Kozimjon, buni qarang-da, mana magazinchilar ham telefon qilishi mumkin. Misol tutarman ham bir xil narxi beraverasizmi? Uyimga ishlataman aka desa, shuni hisobini oling. 2 million 300 ming. Bozorga 2 million 300 ming qilib beryapmiz. 2 million 300 mingga jupa, bir jupa. Yonboshlari ham aka splashni yergacha tegib. Ha, yergacha tegadi. Boshqasini olsa qanday o'tadi? Ha. Chotki. Qaysi birini yoqtirsa shuni beraverasiz. 2 million 300 ming, ha, demak, ikkitasi mana, ikkitasi bo'lyapti aziz obunachilar. Donaga olsangiz 1 million 150 ming bo'ladi. Dona ozgina muammo bo'ladi, chunki sizga mana uni shu tomoni bor-ku, shuni aytib qo'yish kerak-da endi obunachilarga. 240 joyda egallayapti. Bu tomoni mana 90 sm bo'lyapti. Bu yotadigan joyi 2 metr, ha? Eng zo'ri shu bo'pti. 2 metrga 90 lik. 2 million 300 ming so'mga beraman deyapti usta. Usta, telefon nomeringizni ayting. 88lik 273 97 98. Andijon ichiga dastlabki qilib beraverasiz, ha? Shahar ichiga aka, yaqin shaharga dastlabki qilib beraveramiz. Bo'ldi. Ko'proq bo'lsa bizga yaxshi. Ha. Hozir Bo'ldi. benzini hozir. To'g'ri. Ozgina, to'g'ri, ozgina. Ha, bular ham o'zingizdanmi? Bular ham go'zal ekan. Bu nech pul uka bular? Bularimizni Bu kengroqmi, ha? 100 mingdan qilib beryapmiz jupini. Bu ham 90 likmi? Va shu kenga o'sha ko'rinyapti. Bo'yiga 45 santim. Ha, balandligi 45. Ha, 3 qatordan ekan. Bular ham mana ularni 3 ga bo'lib qo'ygan ekan. Ikkitadan mexanizm ekan. Laminatni mana zo'rini qo'yib qo'yibdi. Materiallari ham chotki turibdi, lekin bo'yishi material ekan. Usta, bu nech pul jipi? Buni jupini
aka 1 million 700 ming narxga beramiz. 1 million 700 ming. Machalkalari qalarroq 6 santimli machalka. Ha, 6 santimetrli. Yaxshi machalkalari ham, ha? Yaxshi machalkalar qo'ygan. 1 million 700 ming. Ana nomer ham o'ziki ekan, ha? 88 273 97 98 106-do'kon ekan mana. Kelmoqchi bo'lganlarga mana bozorga Andijon mebeliga kelasizlar. Mana bozorda 106-do'kon. Ustani o'ziga mana uchraysizlar. Mana uningiz ham zo'r ekan, krashinlikmi bu? Endi variant Ha. bir dona qoldi. Bu bir dona qolibdi. Necha pul qilib berasiz buni? Buni jupini aka 2 million 100 ming qilib beramiz. Jupi 2 million 100 ming. Mana orqadagilar ham o'zikimi? Ha. Mana u ham mana sodda chiroyli ishlangan ekan, mana ular ham. Sodda chiroyli ishlangan ekan. Bu necha pul uka jupi? Bularimiz machalkasi 4 santim 1 million 500 mingga qilib beramiz. Donasini 750 ming. Donasi 750 ming ekan. Bir jupi 1,5 million ekan. Mana unisi-chi? Buni ham shaka aka. 1,5 million, ha? 1,5 million. Bu ham 90 ga 2 metr, ha, ichi. Ha, endi machalkasi ozroq bo'lsa da to'shaymi bir narsa qo'yishadi. Baribir ustiga buni ko'rpa bir narsalar tashlaydi, to'g'rimi? Mana unisi ham shunaqami yo qimmatroqmi bu? 1 million 700 ming oldidagi. Ha, mana ular bordi. Bo'ldi uka, telefoningizga telefon qilishadi, xudo xolasa. Mana ular katta ekan, ha uka. Hafsha ekan, ha. Bu kimdan bu? Egasi bormi? Bu odammi? Uka bozoringizni bersin. Hop. Bu ham hafsha katta qilib yuboribdi endi buni. Katta qilib yuboribdi, buni ham chiroyli lekin. Mazza qilib bu yoqqa aylanib yotaman deganlar uchun vobshe zo'r bo'libdi bu ham. Bir jupi buni o'zi hozir 3 metr deganlaydi shekilli. 2 xil rasvetkasi bor ekan bu yerda. 2 xil. Buni ham tagi ochiladigan ekan mana. Bu yerda bunisi bor ekan. Usta, yaxshimisiz? Kattalarsiz, qalaysiz? Uka, vobshe kengliklarni zo'r qilib qo'yibsiz. Bularimiz 120 aka razmer. 120 mi? Buni 90 ham bor ana. Narigisi, ha. Ha. Taylardan sondiq aka. Bu Holatda to'rttadan qo'yibsa mexanizmda qo'ng'i laminat ekan, ichlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Yaxshi ishlangan. Bo'ldi usta. Ismingiz nima edi? Shavkat rasmi aka. Shavkatbek, bu necha pul endi buni? Buni aka Bir jupini aytasiz endi. bularda jupini 4 million 300 ming deyapti. 4 million 300. Aytilishi. Hozir shunda mana 240 joy deganlayaptimi ikkitasi? Bu tomonicha 210 deganlaydimi? 215 joyga 215 santimetr, ha. 215. 215 ga tushadi, yana 240 ga tushadi. Shunda oxiri necha pulga qilib berasiz? Bo'ladigan. Bularda aka 38 beryapti. 38 ga? 3 million 800 mingga. 90 ligini ham ko'rib qo'yibdi. 90 ligi ham bor ekan. 200 ming so'm. Mana unisi-ya? Ha, buni ham ichlari cho'tka ekan. 3 tadan ekan, yaxshi mexanizm. 3 tadan ekan, laminat ekan. Taylari ham rossiyskiy. 8 deydi. Ha, 8 lik paralon qo'yilganmi? Zo'r olgan ekan. Endi mana mo'yishi material yuvib tozalab ishlataveradi. Buni jupini necha pul qilib berasiz? Bularda aka 32 qilib beryapmiz. 3 million 200 ming, ha? 3 million 200 ming. Holochilarga bu bejevisi bor ekan, seriyasi bor ekan. 3 million 200 ming so'm. Uka nomeringizni ayting, telefon nomeringiz. 91 lik 619 619 17 77. 17 77. Mana u kattani oxirgi narxi 3 million 800 mi? Shunaqa beryapti oxirgi. Bir jupini. 3 million 800 ming. Bemalol mana telefon qilaverasizlar. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolisa usta kelishtirib qilib beradi. Charchab qolmayapsizmi? Mashidamiz. Hop, uka. Xo'p, endi bu yerda yana keyingilariga o'tamiz. Bu yerda mana bular bor ekan, mana bu ham nihoyatda chiroyli narsa ekan. Skromniy bo'lsin deganlarga. Usta necha pul bu? Jupa 2 million 100 ming so'mdan beryapti. 2 million ham deng, ha, obunachilarga. 2 million 100 ming so'm obunachi. Oh, ha, mana ular, ha, nima ekanda laminat qilishadi. Yaxshi mashina anaqadan suxoy dispidan mashinaga o'tib ketdi, zo'r oldi. Bosh oyoqlari MDFda bo'lgan. Bosh oyoqlar. Ha, 100% MDF, disp emas, ha? Ha. Bosh oyoqlari. Boshlari katta ishlar. Mo'yishi material endi. Bu ham 90 ga 2 metrmi? 2 metr. 90 ga 2 metr. Bo'lishi 2 million 100 ming.
Endi men bular oshidan olib kelib bering desa-chi? Kelishamiz. Kelishamiz, ha, kelishamiz. Samarqand Buxoroga upakovka qilib chiqazib beraverasiz. Beramiz. Magazinlarga ham shu oxirgi narximi bo'ladigan optimchilik. Men sotaman tirikchilikka deydiganlar ham Optim chiqadi. uydan chiqishi shunaqa. 2 million 100 ming so'm. Ismingiz nima? Oxunjon. Oxunjon. Ishxonangiz qayerda? Ishxonamiz Jahon bozor tomonda. Jahon bozordan mahalla ekanmiz. Telefon nomeringiz ayting. 93lik. 93lik 427 427 40 47. 40 47. Nargilari ham bor. 2 million 100 ming. Bular arzonroqmi ekan? Bular ham shunaqa. Bularini boshqalar yumshoq ishlangan. Ayollar stanoy kronkada. Ha. Machalka buniki qalinroq 10 santlik. Ha, 10 lik qo'yganmiz, mana shunisiga e'tibor beribsiz. 3 talik buniki. Ha, 3 talik Puli bir xil qo'yilgan. bo'lib qolaveradi. Mana unisi laminat ekan, ha? 100% laminat. Bu ham 2 million 100 mingmi? Ha, shunaqa. Jupa. Buni ham variantlar bor ekan, material xohlagan rangidan qilib beraverasiz. Nomeringizni bitta qaytarib yuboraylik. 93lik 427 40 47. Uka, bozoringizni bersa, sog' bo'ling. Mana u ham go'zal ekan. Aziz obunachilar. Mana shunga nima deysizlar? Shuni ham ustasini chaqiraymi? Kimdan bu ukalar? Yaxshimisiz-ku? Charchamasizmi? Go'zal chiqibdi uka. Shu bilan tugatamiz o'zi. Qaysi ishlaringiz uka? Bor. Ha. Bular bor. Go'zal. Uka, endi mashinadan kelaylik. Mana u hatto go'zal chiqibdi. Buni laminatda bo'lgan Ha, bu yerda. 100%. Bu ham 90 ga 2 metr. 92 metr. Machalkasi nechi? Machalkasi 6 lik buniki. 6 lik, ha? Butun. Bu materiali ham hali yaxshi materialdan. Yaxshi materialdan. Ha, fazildan hali yaxshi materialdan ekan. Bu ham 240 deganlar-da. 2 yuqori jagilar. 92 metr. Nech pul qilib beramiz usta? Arul sveti ham bor. Bularda shu 2 million 100 dan chiqaryapmiz. 2 million 100 mi? 2 million ham deng. Anaqalar optimchilar ham, magazinchilar ham telefon qilaveradi-da. To'g'rimi? Optim narxi. 2 millionga qilib berasiz aka. Ammo ishingiz tekkiz ekan uka. Men o'zim ham divanchiman-da, divan qilaman-da. Shu YouTube'da Xurshidbek mebel deb yozsangiz chiqadi. Endi obunachilar hamma so'raydi-da, 2 millionga qilib berasiz xullas. 90 ga ichi 2 metrli mexanizmlarni yaxshilarini qo'ygan ekan. Endi mana uni ayting uka. Bular mana. Qolgan narsa bilan bir xil. Mehnati bular 3 ta. 3 tadan ekan, ha? Bularga machalkasi 8 lik. 8 li. Nechi pul 92 qildi? metr bular 2 million 200 dan qilamiz bularni. 2 million 200 bir jupa, ha? Ha. Donasi 1 million 100 ming, 2 million 200 ming bo'ladi. MDF laminat ekan 100%. Usta nomeringizni ayting. 77 lik. 77 lik 706 706 42 40. 42 40. Endi aziz obunachilar, shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta like bosib qo'yinglar. Mehnatimizga Xudo xolasa yaxshi mebellarni yana ko'rsatib boraveramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.